Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yoyilma qishlog'ida joylashgan 10 sotik yerimizni sotuvga qo'yyapmiz. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Bemalol egalariga murojaat qilishlaring mumkin. Bu joyimizga orientirni olsak bo'ladi. Uchko'prik avtostansiyani shundoqqina orqa ko'chasidagi yangi mahalla. Bu yerimiz yo'l bo'ylab 35 metr fasad qismimizga ega. Qisqacha obzorni boshladik. Ko'rib turganlaringdek bu mahallamiz yangi mahalla. Bu sotilib turgan yerimiz oldida mana 2 etajli yangi qurilish qurilyapti. Uni oldiga ham 2 etajli xonadonimiz bor. Bu tarafda yerimiz bo'lsa, mana bu yerimizni ro'parasida chiroyli proyekt bilan qo'shnilari uy qurishyapti mana bu joyga. Albatta bu fasad qismimiz yerimiz yo'l bo'ylab 35 metr joylashgan yo'l bo'ylab bemalol chiroyli xohlagan uslublardagi proyekt tushadi bu yerga. Ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerimizga aytishyapti, ichimlik suvi kirgan ekan. Svet, tokka ruxsatlar olib qo'yilgan ekan, tokka ulanishlikka. Bu kirish qismimiz. Mana bu kirganimizda bu yerimiz to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. Yerimiz to'g'ri to'rtburchak shaklda. Mana yerimizni orqa tarafidan bu burchak tarafda zovur o'tgan ekan. Har qanday tashlamalar uchun zovur, zaklarni tortib turishligi uchun zovuri bor. Albatta bemalol kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Eslatib o'tamiz, hech qanday maklerlik xizmati yo'q. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz sizlarga shunaqa chiroyli yerlarni, chiroyli joylarni, xonadonlarni obzorini qilib berishdan charchamaymiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.